Alishda mahsulot. O'sha gap. 12 ta jon. Nimada nima ish? Ikkitadan qo'limizga ham olaveramiz, ha? Yana nechta qoldi? Yana ikkita bor. Ikkita men olay, ikkita siz oling, pastga tushirib qo'ying. To'rttani tushiring pastga, ikkalamiz ikkitadan olamiz. Bu gilosni ustiga ham bitta qo'yasizmi? Gilos ham zo'r emas, so'qdan kelibdi. Qurti yo'q, toza ekan. Gilos nechta bo'ldi? Gilosda arzon bo'ldi. 100 ming. Mana bu. Pastga qo'yar, men ko'tarib olaman. Bittadan qoldimi? Bo'ldi, ikkitani qoldi, buni olaveramiz. Zo'r. Ketording bo'lmasam? Nechta qoldi pastga? Bo'ldi, qolmadi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Sekin ketamiz. 26-yil 25-iyun sanasida qo'ylarimiz Farg'ona bozoriga kirib keldi. Joylashib bo'ldi, ya'ni kirib joylashtirib bo'ldik. Ertalab soat hali 6 bo'lgani yo'q. Bozorchilar endi kelishadi.